Odamlarga qosh nima uchun kerak? Odamlarga qoshning foydasi bormi yoki yo'qmi? Tibbiy nuqtai nazardan qoshlarni terish, shaklini o'zgartirish mumkin emas, chunki qoshlarimiz ko'zlarimizni yuqoridan hamda yon tomondan himoyalab turadi. Ota-bobolarimizning yashab qolishida qoshlarning ahamiyati juda ham katta, chunki ular ko'p ishlashgan, dehqonchilik qilishgan, ov qilishgan, changlarda ko'p yurishgan. Ishlash natijasida peshonalari terlagan va pastga qarab oqib tushgan. Pastda esa qosh bo'lganligi sababli sho'r, tuzli va mikroblarga to'la ter ko'zga kirib ketmagan. Qoshlarga teginib ikkita yon tomonga oqib tushgan. Qoshimiz bo'lmaganida tuzli va mikrobli ter to'g'ridan-to'g'ri ko'zimizga tushgan va ko'zimizga kirib ketgan bo'lar edi. Natijada ko'zimiz yaxshi ko'rmaydigan va yallig'lanadigan bo'lib qolardi. Tanamizda keraksiz a'zoning o'zi yo'q. Qoshlar nafaqat yuqoridan keladigan terni, balkim yuqoridan keladigan va yon tomondan keladigan changlarni ham ushlab qoladi va ko'zlarga changlar kirib ketishini oldini olib turadi. Bundan tashqari qoshlar aloqa vazifasini ham bajaradi. Kulish, jahl chiqishi, taajjublanish ma'nolarini ham qoshlar orqali bildirish mumkin. Qoshlarni tez-tez terish, rastushovka qilish, tatuaj qilish turli xil kasalliklarga olib kelishi mumkin.